Mana shunday furalarni olib ishlataman deb niyat qilib qo'yganlar. Lak tugmasini xuddi mana shu furani rangidan qilib qizartirib qo'ysanglar, xursand bo'lamiz akalar. Sotuvda mana shu Volvo Euro 6 2013-yil 9-oyda ishlab chiqarilgan. Ya'ni o'sha Volvo Euro 6larning o'sha birinchi chiqqanlaridan 460 ot kuchiga ega mexanika korobka. Rasxotini egalari 28 ta rasxot qiladi deb aytayaptilar. Yurgan masofasi 1,60,000 kilometr masofani bosib o'tgan. Tegachi o'zi emas bu. Prinsep ham sotiladi. Prinsep bu yerda turmagan, videoda montajda qo'shib yuboramiz. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Krone prinsep bo'slari safmos, utka, lentaka, porx. Hech qanday kamchiliklar yo'q. Olasiz ishga chiqaraveradigan holatda. Baklariga keladigan bo'lsak, mashina ikkita bak bilan jihozlangan, jami 1400 litrli bak bilan jihozlangan. Endi narxini aytishdan oldin akalar sizlarga zo'r yangilikni aytib o'tib ketaman. Shopper akalarimiz uchun manfaatli bo'ladi albatta. Telegramda lori.uz degan guruh bor akalar. Agar a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, hozir a'zo bo'lib qo'ysangiz, yaqin kunlarda ilovani ishga tushirilyapti. Birinchi bo'lib kanalda e'lon qilinadi akalar. Endi fura narxiga keladigan bo'lsak, prinseplar komplekt holatda 57 ming AQSh dollar deb aytilyapti. Yana egalar o'zlari bilan kelishadigan joylari bor. Telefon raqam har doimgidek videoni past qismida bo'ladi. O'zlariga aloqaga chiqishingiz mumkin.